Berak. Berak. To'xta, berak. Navoiy viloyati Konimix tumanida noqonuniy oltin qazib olish holati fosh etildi. Departamentning Konimix tumani bo'limi tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruv harakatlari davomida aniqlanishicha, tuman ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbiri vaqtida jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yilgan. 2026-yil 17-mart kuni Buxoro viloyati Shofirkon tumanida yashovchi 5 nafar fuqaro o'zaro til biriktirgan holda ruxsatnomasiz ravishda noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanib kelgani aniqlangan. Ular Navoiy viloyati Konimix tumanidagi Karakata hududida joylashgan Taushan massivida maxsus uskunalar yordamida tarkibida oltin moddasi bo'lgan qum va toshlarni qazib olayotgan vaqtda ushlangan. Voqea joyida 10 ta qop oltin aralash toshlar, generator, perforator va qazish ishlarida foydalaniladigan asbob uskunalar ashyoviy dalil sifatida olingan. Mazkur holat yuzasidan ushbu fuqarolarga Jinoyat kodeksining 196-moddasi 2-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.